Xo'sh, hammaga salom bolalar. Sizlar bilan har doimgidek Zero. Bugungi videomizda shunaqa shaxtalarda kunimizni o'tkazamiz, chunki bizda izumrid narsalar qolmagan, pullar qolmagan. O'shaning uchun butun qishloq bilan biz narsa qidirib o'tiribmiz, короче. Do'stlar, anchadan beri video chiqmadi, chunki xo'sh, kanalimizga obuna bo'lib, videomizga like bosib qo'ying. Qarab olamiz, ham videomizni davom ettiramiz. Xo'sh, chunki men kasal bo'lib qo'ygandim, o'shaning uchun loy qizmasdan men hani qazing olmoq chiqay. O'zingni bil. O'zingni bil deganga nos tushsin tilingga. Ko'zartamiz. Voy, rostdan bu kamalak rangli izumrud. Voy, qaranglar. Voy, kapo, juda ham zo'r narsa topibsan-ku, bu nima axir? Bugun biz rostdan ham boyib ketamiz. Yes. Короче, qishloqlar tenga bo'lamiz. Butun qishloqni chaqiringlar, bolalar. Butun qishloq bilan bo'lamiz bu narsani. Mana bu 50 stak almas baxir, 50 stak almasga biz hamma shaharga ko'chib keta olamiz. Hamma uylarni sotib olib, hamma mazza qilib, bitta magazin sotib olib, mazza qilib yashashimiz mumkin. Osh maslab ko'raman, kapot. Osh bu original emas ekan. Hozir men uyimga borib, keraksiz buyumlarni ichiga tiqib tashlayman. Bu prosta oddiy izumrud. Ketaman, bay. Endi shuncha qavat narsa olib ketdi. Nimadir deganday bo'ldim. Kapot, u bizni lo'qdi. Lo'q degan tilingga jin ursin. Nima dedi? Izumrud dedimi? Izumrudni orqasidan borish kerak. Kapot, endi biz nima qilamiz? Oddiy izumrud bo'lsa ham topish kerak uni. Xo'sh, topishimiz kerak rostdan bugun. Biz tezroq orqasidan borish kerak. Zero. Hop, hozir yugurish kerakmi? Yuringlar, tezroq. Ha, buringlar, deydagilar uxlatib ketdi, Allohlar. Hozir chiqamaslik uchun buni yopib tashlab, xayr, men uyimni obsidianlar bilan to'ldiraman. Endi men shunga qo'yib uyim mana. Hozir men uyimga kirib bekitib qo'yaman alvazimni. Xo'sh, mana shunga tursa juda ham chiroyli bo'ladi. Xo'sh, bu juda ham zo'r ekan, rangli va qimmat bo'lsa kerak. Bugun ertaga buni sotib kelaman, xalqaro bankka kirib. Jinni ursin uni. Jinnimi? Qishloqlar qaranglar, bitta qishloq bizni ko'mib ketishga ham ulguribdi. Jin ursam, tezroq uni topib o'ldirishimiz kerak. O'ldiramiz. Tezroq borish kerak. Uyga nima qilganmi? Bekitib tashlaganmi? Cho'tirni. Uyga kirib ko'rish kerak. Qishloqqa, chiq, almazimizni qaytar. Qo'lingdan kelsa tortib ol. Qo'lingdan kelsa dedimi? Hozir kirka bilan buzaman. Buzilmayapti cho'ta. Allohlar, pashonga qo'yibolaring. O'zimniki zumradlar hammasi bay. Allohlar. Tuppa o'ladigan tilingga jin tiqilib bo'lgan. Bizni o'qib ketdi bu. Cho'ta buni endi tunash kerak deyman. Uni nima qilasan turib, bu politsiyaga aytib berishi mumkin. Politsiyasiga ham uray. Endi nima qilish kerak? O'ylanish kerak. Xo'sh, sizlarda qanaqadir fikr yo'qmi? Yo'q, bizda boshqa fikr yo'q. Sen player-san, sen o'yinchisan, topish kerak. Hop, hozir uyda o'rganib chiqish kerak. Do'stlar, bu vashi bo'mish ekan, bitta almas ko'rsa jonini ham berar ekan, do'stlarini ham sotib ketar ekan. Bu jitel bilan biz avval juda yaqin do'st bo'lgandik. Xo'sh, bu tomdan kirsa bo'ladi yoki tomga ham narsa qo'ygandir. Do'stlar, nima deb o'ylaysizlar? Xo'p, shu yerda aylanib, bu nima edi? Chuqurcha. Qishloqlar buni bu hojatxonadan suv qo'yadi dedi. O'shaning uchun men shu chuqurchani qo'yib berdim va buni uyga olib kirsa bo'ladi, bu chuqurcha bilan. Yo'q, uygami? Demak, biz
yana kichkina bo'lib, yana o'xshab bo'ladi. Kichkinachalik konfet qatorida ko'rmaganmisizlar? Biz oxirgi marta bu yerda qo'lda ko'rgandik, kattaytiruvchi va kichkina konfetlarni. Xo'sh, lekin u merimiz juda ham qizg'onchiq-ku. To'g'ri, lekin u almasku, unga ham yarmini bersak, u ham beradi, chunki u Jitel bizga o'xshagan pulni yaxshi ko'radi. Kallang ishladi san Jitelda. Qani bo'lsam, merga aytish kerak buni. Lekin sug'urishda o'ylarish kerak. Mana ajoblari bor. Men buni easy sindiraman. Короче, o'zing hal qilsang, yog'i baraka. Xo'sh, meniki degan kallangni aylanib, kallang o'pib qo'yaman shu ishdan keyin. Men senga ko'pir beraman. Ketdi merda. Xo'sh, men sizlarning gaplaringizni tushundim. Xo'sh, men zero senga kichik kattaytiruvchi dori beraman, konfet, kichkina churi va kichkina piksellar qaziydigan kirka beraman. Uni 100 marta ishlasang bo'ladi va senga kichkina mini bloklarni ham beraman. U juda ham tepaga chiqadi. Rahmat sizga mer. Kattakon rahmat. Menga rahmat aytmang. Tezroq izimurtlarni olib kelinglar. Xayr. Xo'sh, izimurt deganda bo'ldi. Mayli. Tezroq izimurtlarni olib chiqish kerak. Tezroq yugurish kerak. Endi kichkinarish kerak. Qani sirab ko'raylik. Op, rostdan ham do'stlar, men kichkina bo'ldim. Kompat chumoliday bo'lib qopti. Kulma. Sizlar uchun harakat qilyapman-ku. To'g'risini aytsam, o'zimga oyim kelyapti, mayli. Endi men bu juda ham katta ekan-ku. Menga 108 bergan, menga 16 kerak. Endi qanday kiramiz? Men uni qanday qo'ygan bo'lsam shunday buzaman. Men buzib tashlayman. Qani, qochib turchiman. Sani bosishim mumkin. Qani, 1-bo'lim, 2-bo'lim, 3-bo'lim va 4-bo'lim olish kerak hozir. Ana tugadi. Короче, kanalga obuna va videomizga like bosib qo'yinglar. Hozir kelaman men, Jitellar. Xo'p, senga omad yor bo'lsin, Kapot. Tezroq kel. Xo'p, xayr do'stlar. Men yana qilib ko'rishim kerak, sinab ko'rishim kerak. Hech qilib meni bosib qo'ymasa bo'ldi bu Krisa Jitel. 1 2 3 juda ham uzoq. Buni qanday qizig'i ochaman? Hozir bir harakat qilib ko'ruvchi. Ochilmayapti. Endi ochildi. Mening alvozlarim ko'p. Lekin ular kirsa-chi? Voy, kirsa vashe yomon bo'ladi-yu. Vashe, sharmanda bo'laman qishloqqa. O'ylar. Bular baribir kiraolmaydi-yu. Nimaga xayrot qilaman, stressda bo'laman. Undan ko'ra kofe ichib olganim yaxshi bo'lardi. Ancha o'zimga keltirardi. Hozir sundog'imlar narsalar ovolaydi. Xo'sh, sundog'imlar narsalar ovolaydiganday bo'ldi. Sundog'ini ochsa yugurish kerak bo'ladi. Qani sundog'ini och, tezroq och. Yugurdi. Sundog'ini ochdi. Yugur. Zero yugur. Mana mayli. Kapot servi. Kapot buncha kichkina bo'lmaydi-yu. Bu kapot tupoy. Qulog'i kar, eshak. Charchagaman, manimcha kofe olishim kerak, o'zimga olishim kerak. Qorong'i tushganda ko'chani aylanishim kerak, chunki kapotni bir qarash kerak-da, chunki u har balo qo'lidagina. Hozir chumolim, parazitam manman. Qani bo'lmasang yetarli chopon chiqib, izmurtni o'lmayapti do'stlar. Voy. Tezroq qaramasdan o'lmayapti. Bum. Vahshay katta ekan bu men uchun. Invertarimni, ekranim yarmini olyapti. Ko'rmasdan sekin. Pardon, pastga hozir sakrasam olaman. Divanga tushib, pastga tushish kerak. Oyog'im qayrilib ketdi. Voy. Bilmasdan yugurish kerak, bilmasdan. Yugur.
kirdim. Sig'mayapti qaz. Qani. Mana. Yugur. Yugur. Tezroq. Mana rang-barang ovulosmi? Qani. Voy, qani. Kapot olmagan bo'lsa, qanaqa tez topishganda yerga tushib ketgandir. Voy, qani. Sig'mayapti bo'tam. Tezroq. Qishloqqa topib qolmasdan tezroq. Kapotda ovoz eshityapti. Jitila. Ha, men keldim. Ozgincha qoldi. Valla keldim. Kapot, uning voshshe yumuq qo'lingni ovoz eshitilyapti haliyam. Shoshmang, tur, men chiqib qolay, bo'tdan chiqolmasam o'lib ketaman. Mana hayrat chiqdim. Endi kulsam bo'ladimi? Yumov jitil voshshe yumov bo'ldi. Mana qo'lingdagi-ku. Uni men xafa bo'lganimdan yig'laganda. Endi teng bo'lamiz, jitillar, yuringlar, merda oldiga boraylik. Mer o'zi teng qilib beradi, chunki u voshshe zo'r matematikani biladi. Qaramasam, kulishni to'xtatinglar, jitillar, pul kerakmi? Unda yana qilish kerak. Zero obunachilar bilan xayrlashma. Biz uyga ketamiz. Hamma xayr bolalar, sog' salomat bo'linglar. Keyingi videomizga ko'rishguncha xayr.